Assalomu alaykum betakrorlarim, xayrli tong. Biz 55 kunga start bergan reality showimizning birinchi kunidamiz va olma sirkasini suv bilan aralashtirib ichishlik uchun tayyorlab qo'ydik. Ushbu ichimligimiz moddalar almashinuvini tezlashtiradi, hazm jarayonini yaxshilaydi, oqsillarni so'rilishini ta'minlab beradi, qon bosimini me'yorga soladi. Bizda birinchi hafta ratsionga organizmda o'rgatib olish haftasi bo'ldi. Bu hafta kaloriyalarni sanamaymiz, iloji boricha organizmda zo'riqtirmaslikka harakat qilamiz. Uglevodlar oz-ozdan berib turamiz, butkul cheklab vormaymiz. Betakrorlarim, bu bizni birinchi videomiz bo'lgani uchun kamchiliklar bo'ldi, yetarlicha kamchiliklar. Ya'ni taomlarda oxirgi chiroyli podachasini videoga ololmadik, shoshildik, boshqa bo'ldi, esimizdan chiqib qoldi. Keyingi kadrlarda, keyingi videolarimizda bu holatni to'g'rilab ketamiz degan umiddamiz. Endi taomlarimizni sanab o'taman. Ertalabga grechkali kotleta, tushlikka say, kechga esa suyuq ovqat bo'ldi. Hammasi chiroyli salatlar bilan kombinatsiya qilindi. Juda ham joyida bo'ldi, faqat bu narsani videoda to'liq ko'rsatib bera olmadik. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Hammalarga xayrli kun. Bizni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimga obuna bo'ling.